Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda turibmiz. Akalar, bugun hafta kuniga juma, hammalaringga juma muborak bo'lsin. Juma ayyomini tabriklayman. Hammalaring kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin. Bugun videolarimizni chiroyli qilib boshlaymiz. Akalar, mana ko'chaga qo'rani qilib oldik. Ko'chaga qo'rani qilib qo'ydik. Kelaverasizlar. Tomondan hamma yo'l qo'y kelaverasizlar. Bugunga naq tug'oy deb turgan bir haftaga borib bormaydigan bo'g'ozlar bor. Akalar, bugunga ikkita ina bola, 3 ta bo'g'oz, yosh qo'ylar. Ina bolalar, bola qo'chqor, bola sovliq. Bu inasi qorani inasi, bu inalar katta qo'chqor, sovliqlar. Katta qo'chqordan qo'chqor. Bolani ham yirik belgi. Xo'p, mana tug'oy deb turgani yelin bir haftaga bormaydi, uzoq ketsa bir hafta. Jonivor. Tishi 4 tishdan endi 6-chisigacha kelyapti. Ikkinchi qoringa bo'g'oz, mana shu qo'yimiz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Nargisi 2 tishdan endi 4-chisiga chiqaryapti. Nargisi qo'zi. Mana 2 tishdan 4-chisiga chiqaryapti. Bittasi yaqin tug'oy deb turgan bo'g'oz, nargilari qochgan. Qo'chqari bilan yurgan, qochgan. Xudo xolisa bularni pulini yengil qilib beramiz. Ikkovini olganga 5,5 milliondan kami bor, o'tib beriladi. Ikkovini olishsa Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Kelishilgan holda. Hop, buni yaqin qo'chqar, yaqin tug'oy deb turganda olaman deyishsa 6,200,000 so'mga beramiz. Shu yaqin. Ayal uzoq ketsa bir haftada tug'adi. Qo'y. Mana bu ona bolalarni olaman deganga 20 millionga ikki ona bolani dastavka qilib beraman. Dastavkasi ichida besplatni. 11 million nargisi, 9 million bunisi. Aznadan xayri bor, o'tib beriladi. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana bisi nargi. Jonivor. Mana shu 2 tish 4-chisigacha kelyapti. Birinchi qoringa bo'g'oz.